Shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkibulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkibulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkibulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkibulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'ziyoq g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi. Так все долго ждали. На первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erkibulan. Erkibulan To'xtar g'alabalari sonini 2taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan